Assalomu alaykum hammaga. Hozir bizga Ibrohim akam kelganlar. Belli grija bilan qog'ozni 7,5 yozildi, bu qog'ozni hisobga. Qog'ozni 7,5 mm yozib bergan, ammo lekin bu yerda 1 sm turibdi. Keyin ikkinchisi qizig'i, bu tarafda pastga oqqan grija ham bor. 2 sm dan oshiqroq bu gidrofilniy holatda pastga migratsionniy grija deyiladi. Oq turibdi, mana rangi ocharib, o'ng tarafini nervini siqib turibdi. Xo'p, ikkita joyda licheni olib ko'rgan akamlar Akfamidiyanga borishgan, 50 million so'm operatsiya deyishgan. To'g'ri? Undan oldin ham qattiq lichen olish talab etish shart emas. Rezultati Xudoga shukr, hozir yaxshi. Boya kelganda o'tirish qiynalib turgandi. Yo'q, bizdan oldingi joyda rezultat qanchalik bo'ldi o'zi? Bu yoqda shu yurishga imkoniyat bor edi. Orqa chidasa bo'lardi, og'riq ketmaganda, og'riq bor edi. Keyin aziz bir 20-30% gacha ta'sir bo'lgan olganichingiz, lekin asosiy og'rig'ingiz baribir qolgan. Hozir bitta seans qildik, bitta protsesor o'tkazdik. Hozir qanaqa holat? Hozir mana bemalol o'tiribman. Boylikka zo'r o'tirdingiz. O'sha holatda olishingiz kerak edi. Boya o'zi shu holatda ham olishingiz kerak edi. Hozir atrofdagi protsessordan keyin video qo'yib dedim. Inshaalloh buni akamlarga bilan gaplashdik. 3 ta kurs licheni qilamiz. 2 oydan keyin повторный bitta kurs, yana 2 oydan keyin повторный bitta kurs qilamiz. Undan keyin повторный 2 oydan keyin MRT qilamiz. Общий 1 yil ichida mana shu MRTni saqlayib qo'yganman, do'postiga qilib qo'yamiz. Inshaalloh birinchi mana bu grija ketadi. O'ng tarafiga, chap tarafiga ham xudo xolasa so'rilganini, dinamikasini qo'yamiz. Do'postisini. Ma'qul keldimi? Ma'qul keldi. Zo'rmi? Joningiz sog' bo'lsin aka. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Ya'niki bu yerda shunaqa narsa MRTdagi qog'ozga qarab har doim xulosa qilinmaydi. Biz bu yerda diskini ko'ramiz, boshqatdan o'lchaymiz. Bu bittasida 5 mm grija yozgan, pastda grijasi yo'q edi. Ba'zilarda grijasini kichkina yozadi, o'lchasi katta chiqadi. Xullas shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun disklar bilan, qog'ozlar bilan olib kelsangiz, o'zim ko'rib, hammasini tekshirib, muolajasini ham qilib beramiz. Sog' bo'linglar.